Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizga yangi Zubur 1105 mini traktorlarimizdan yetib keldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bularimizga qo'shimcha dinamlar, sudatchi, moydatchi, akkumulyatorlarda amperini, tokini ko'rsatib turadigan datchiklarni ham o'rnatilib olib kelindi akalar. Traktorlarimiz ancha baquvvat hamda mustahkam qilib, yanada ishlovlarni berib kelindi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. 1105larimiz yangi partiyasida mana ko'rishlaringiz mumkin. Oldilarida ham pоворotniklari bor, chiroqlaridan qo'yib kelindi hamda oldidagi dinamlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Qo'shimcha dinamlar ham qo'ydirib kelindi. Oldingilarda signallari ham bo'lmasdi. Signallari, relaylari, datchiklari qo'ydirib kelindi. Keyin ko'pchilik so'ragan, buni necha soat ishlatganimizni qayerdan bilamiz deganlarga moydatchik, sudatchik, akkumulyatorda tokini ko'rsatib turadigan datchiklarni ham qo'ydirib kelindi akalar. Ko'pida keyin katta traktorlarimizda rushnoylari bo'lardi. 1105larimizda bo'lmasdi. 1105lar uchun mana qo'shimcha mana rushnoylarni ham qo'shib olib kelintirdik. Gazlari ham zo'r qilib ishlabdi. Skorslari o'sha toshbaqa quyon skorslari 6 ta skorsi bo'ladi. Palijniy holatida, rollari mexanika holatda, lekin o'ta yumshoq qilib ishlangan akalar. Orqalari mana balonlar 600 ga 10 tonlik balonlardan qo'yilgan. Palovoz o'qlari kirib chiqaveradi. Palovoz o'qlari ham ingichka o'qlardan emas, katta o'qlardan qo'yib kelingan akalar. 1100 katta garabkali qilib, oldingilari 196 kichkina garabkalisi ham bor edi, katta garabkalisi ham bor edi. Bular o'sha katta garabkali bo'lib keldi. Oldi balonlarni ham mana shivillerlari ham ancha baquvvat shivillerlardan qilib ishlab kelindi. Ko'rishlaringiz mumkin. Patsinliklari ham katta patsinliklardan qo'yilib kelindi akalar. Mana qo'shimcha orqalarida mana ko'tarib tushiradiganlari ham ikkitalik ko'tarib tushiriladiganlardan bo'ldi. Oldingilarida zatka olish uchun qo'shimcha ensho qo'yilardi. Hozir ensho ham qo'yilmaydi. Rasvidivallari ikkitalik qilib kelindi akalar. Frezalari o'sha komplekt holatda 120 lik frezalar komplekt holatda qo'shib beriladi. Orqalarida mana shu 120 lik frezalari bo'ladi akalar. Kimga shunaqa 1105 mini traktorlarimizdan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxlari telefon orqali bemalol aloqaga chiqsalaring, optim narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Do'konimizda bemalol kelib tanlab olib, minib tekshirib tanlab olishlaringiz mumkin akalar. Manzilimiz Qo'qondagi saxiy do'koni.